Buyuk komik aktyor Charli Chaplin o'z qiziga yozgan maktubida quyidagi narsalarni tilga oladi. Odamlarga nazar sol, beva va yetimlarga e'tibor ber va kuniga kamida bir marta o'zingga o'zing ayt: men ham ular kabiman. Ha qizim, sen ulardan birisan. San'at odamga qanot berishdan oldin u jussasini ko'tara olsin deya avval oyoqlarini sindiradi. Agar o'zingni oddiy odamlardan yuqori hisoblashni boshlasang, o'sha kuniyoq sahnani tark et. Darhol taksiga o'tirgin-u Parijning bir chetiga bor. U yerda sen o'zingdan ham go'zalroq, iste'dodliroq va g'ururliroq ko'plab raqqoslarni ko'rasan. U yerda teatringiz projektorlari bo'lmaydi. Ular uchun projektor bu oydir. Yaxshilab qara qizim, yaxshilab qara. Ular sendan yaxshiroq raqsga tushmayaptimi? Tan ol qizim. Har doim sendan yaxshiroq raqs tushadigan, rol ijro eta biladigan odam bo'ladi. Yodingda bo'lsin. Charli oilasida taksi haydovchisini qarg'aydigan yoki sena qirg'og'ida o'tirgan tilanchining ustidan kuladigan qo'pol odam bo'lmagan. Men o'laman, lekin sen yashaysan. Men hech qachon qashshoqlikni bilmasligingni xohlayman. Bu maktub bilan men senga chek daftarchasini yuboryapman. Undan istaganingcha sarflashing mumkin, ammo 2 frank sarflaganingda 3-frank seniki emasligini eslashni unutma. 3-frank unga ehtiyoji bor kishinikidir. Bunday insonlarni osonlikcha topa olasan, shunchaki ularni uchratishni chin qalbdan istashing lozim. Qalbingni oltin va gavharga sotma. Bilginki, eng katta olmos quyoshdir. Yaxshiyamki, u hamma uchun porlaydi.